Avvalambor assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi video roligimizni tomosha qilishdan oldin videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi foydali ma'lumot videomizni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying. Hop do'stlar, bu Pojov Launcherni bugungi videoda yuklab olishni o'rgataman sizlarga. Ko'pchilik so'radi, qanday yuklab olsa bo'ladi, ilova haqida ma'lumot. Shunaqa narsalarni bugun sizlarga batafsil ma'lumotini berib o'taman. Sizlar videoga like bosib qo'yinglar, biz esa videoni boshladik. Albatta do'stlar, bu bitta video bo'lmaydi, chunki darslik videolarni ham chiqaraman. Uni bizda yordam berayotgan bitta do'stimiz bor. O'sha bola yordam berdi bizga. Keyingi videolarimizda albatta ko'rasiz. Shuning uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Hop, mana do'stlar, Pojov Launcherni eng oxirgi versiyasi. Telegram kanalimga tashab qo'ydim. Agar modlar tashalsa, qadab qo'yganman, qadalgan birlarni ustiga bossanglar, albatta men Telegram kanalim chiqib keladi. Shu silka orqali kirsanglar bo'ladi. Yoki YouTube kanalimizni opsiyasiga chiqsanglar, albatta men Telegram kanalim bor. Hop do'stlar, hammalarga xayr, sog'-salomat bo'linglar. Bu videoda ikkinchi qismi chiqadi. Aniqrog'i ma'lumot videolari chiqadi. Qanday yuklash, qotmaydigan, xullas 10 ta darslik bor. Xullas do'stlar, 11 tami, 10 tami darslik bor. Bizda videoga olishda yordam bergan bitta do'stim bor. O'sha do'stimni o'zi qo'yadi shu videoni YouTube kanalimizga. Mening ovozim boshqasi deb o'ylamanglar. Hammalarga xayr. Hop, sizlar bilan Mestro bo'ldi. Ko'rishguncha darslik videolarni kutinglar.